Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizilobod TV kanalimizni tomosha qilmoqdasizlar. Akalar, ukalar, opalar, singillar. Sizlar mana birinchi solxizdan uy-joy so'ravalaringiz. Mana bugun biz sizlarga sotilayotgan uy-joy chiqaryapmiz. Birinchi solxizda o'zdan jigalarimiz. Xo'p, Banisaxona ham yaqinida jigalarimiz, apteka ham yaqinida, magazin ham yaqinida. Yani birinchi solxiz sentrda ekan. Kimki olmoqchi bo'lsa, jigalarimiz shu yerdan 3 xonali uy-joy. Hovli ne sotuq ekan Qizilobodda va desangiz 12 sotuq hovli ekan. Hozir men hovlini ko'rsatamiz. Video davomida hammasini kuzatib borasiz. Ko'cha kengish jigalarimiz, ko'chani ko'ryapsiz jigalarimiz. Suv keladi akalar, daraxt bo'ladi, hammasi yegib bosiladi va xomchalari polni kartoshka, piyoz yegib oladi. Birinchi savol sentrda. Kimki olmoqchi bo'lsa, albatta videomizni kuzatib borishda davom etingizlar. Shu uy-joy jigalarimiz 3 xonali. Bo'mtam akalar, kimki olmoqchi. Hovli 12 sotuq ekan. Hovlini ham bir ko'rsatamiz albatta hozir video davomida hammasini ko'rasizlar. Meva-chiva hamma narsa bor jigalarimiz. Hozir mana dalniy время uyda egasi jigalarimiz uyda xoliqib boshqa yerga ko'chib ketgan akalar ukalar mana shu uy-joy sotiladi. Kimki olmoqchi bo'lsa jigalarimiz. Narxi 170 ming so'm, yana muomalasi bor akalar ukalar. Narxi 170 ming so'm, yana muomalasi. 3 xonali uy, hovliga jigalar bir narsa egiladi. Lekin xomsiyalari polni kartoshka, piyoz nima kerak bo'lsa shu o'ylab narsaga masalan yegib olyapti. Kelasizlar, yerda bir haydatasizlar, yeginda yegib olib, nima qilaverasiz. Albatta bu yoshlar bor, yana nasib shu tomortqa bir uy-puy qilayin degan akalarimiz, ukalarimizga bu. Kelasizlar, mana shu hovli jigalarimiz 170 ming so'm, yana muomalasi bor. Jigalarimiz 5 minutlik yo'l. Banisaga borasizlarmi? Aptekaga borasizlarmi? Beshkentdan sentrga chiqaman desa 5 minutlik piyoda yuraman desalaringiz. Mana hovli kengish. Hozir mana uyda ham ko'rsataman. Mana jigalarimiz kachet bor, suv chiqadi akalar ukalar. Kimki videomizni kuzatgan bo'lsa, mana suv solish kerakmi? Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rlar suv mana o'zi chiqdi. Suvdan problema yo'q. Suv keladi akalar ukalar. Mana uyda oldiga kachet ham qo'yib qo'yibdi sizlar uchun albatta. Mana shu daraxtlar ko'ryapsizlar, mana daraxtlar polni sizlarga tegishli daraxt. Tomirqani odag'ida daraxt qolgan mana. Ko'ryapsizlar, mana terak qolgan Tomirqani odag'ida. Sizlarga tegishli daraxt akalar ukalar. Kimki shu videomizni kuzatgan bo'lsa. Keyin Tomirqani odag'i ham qolgan, tol qolgan, nima qolgan? Tomirqani odag'i ham pol tol qolgan. Polni mana soya bo'lib turadi hovli. Samglar abitda soya bo'lib turadi. Mana ko'ringizlar, ko'k mana. Bol nima kimga tegishli xomish? Ha? Xomish o'g'il qiladiganlarga qadar. Ha, men keyin kelajakda og'il-pog'il oshxona qilaman deysizlar, omborxona qilaman deysizlar, mana jigalarimiz xomish bor. Shu yerda bir yillik bo'cha xomish bor. Kimki ko'chib kelsa ishlatasiz. Teraklar yig'ilgan mana ko'ryapsiz, sizlarga tegishli mana shu daraxtlar. Dualning nori betida turibdi, lekin dualda nori betida bo'lgan bilan sizlarga tegishli joy. Kelasizlar, uy egasi bilan gaplashib, xomsiyasi bilan kelishasizlar, sizlarga tegishli joy qilib qo'yadi. Hamma saglasib ish bo'ladi akalar ukalar. Tagidan suv o'tadi akalar. Mana bu yerda dualning orqa tomonida shoxda suv kelaveradi akalar ukalar. Sharoit yaxshi. Mana, endi bu yoqqa qarating. Shu joy akalar ukalar, kimki olmoqchi bo'lsa, hozir mana uyda ichini ham ko'rsatamiz, o'zingiz albatta ko'rasizlar va baho berasizlar. Xo'p, ichkari kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Dalniy время uydagi akalar ukalar, uyda xoliqib o'zi boshqa joyga ko'chgan. Bir ham problemasi yo'q akalar ukalar uyda. Patolog urilgan, shkaturka urilgan, oxilangan, jigalarimiz stejga bo'lgan. Pechka-mechkalari hamma narsasi bor. Mana shu uy-joy kimki olmoqchi bo'lsa. Necha razmer bu xona? 5 ga 3 xona ekan. Xo'p. Mana koridor akalar ukalar, 2,5 ga 3 koridor. Patolog bo'lgan, shkaturka bo'lgan, stejga bo'lgan. Xo'p. Bu 6 ga 3. 6 ga 3 metr. Oxlangan, shkaturka bo'lgan, patolog bo'lgan, pulnizlar urilgan. Qarchi mana. Kimga qiziq bo'lsa, kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsa olasizlar akalar. Narxi 170 ming so'm, yana muomalasi bor. Ekranda ko'rib turgan telefon nomeri mana shu uy-joy egasini telefon nomeri. Kimga qiziq bo'lsa.
Svet jigalarimiz, svet pastiyanni bor. Svet o'chmaydi jigalarimiz. Birinchi soat sentrda svet o'chmaydi. Ha, bir narsadan problema yo'q. Akalar, ukalar ko'chalar yaxshi. Nimaga boraman-desa 5 minutlik yo'l. Banisaxonami, aptekagami, shu Karosh sentrda. Ha, kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsak olasizlar. Mana shu ekranda ko'rib turgan telefonim, mana shu uyda egasini telefon nomeri jigalarimiz. Akalar, ukalar, mana ko'cha, hozir katta ko'chagadir video qilib boraman. Mana prama katta ko'chaga chiqarib boraman. Hozir video davomida hammasini ko'rasan. Mana uy, sotilayotgan uy. Mana uyda orqasidan suv o'tadi ekan akalar, ukalar. Suv nomiga turibdi, ko'rib turibsizlar. Mana akalar, ukalar, ko'chada mana chiqib jo'nadik. Hozir katta ko'chagadir sizlarga ko'chani ko'rsatib boraman. Kelishlarni mana shundan chapga burilasizlar. Katta ko'cha asfaltga chiqib boradi. Qaracha 5 minutlik yo'l. Katta ko'chaga chiqib oldik. Bu yer asfalt. Mana o'zi tushungan aka-ukalarimiz tushunib oldi qayerdaligini uyda. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum, chorvador akalarimiz bormi oramizda? Mana chorvador akalarimiz, ukalarimiz uchun, mana jigalarimiz uchun, tog'alarimiz uchun mana bizning O'ragan Qizlobod TV drabilkamiz keldi. YouTube kuzatib turgan akalar, ukalar. Albatta bu yangi turlari. Kimgaki videomiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, videoni oxiriga qadar kuzatib boringizlar. Bu drabilkalar mol hallar uchun, mol hallardan istiribgarchilik chiqmaydi, nushqir chiqmaydi jigalarimiz endi. Mana YouTube kuzatib turgan akalar, ukalar ma'lumot berayotgan bo'lsam, 200 o'zimizning 220 voltga ishlaydi jigalarimiz. Bir fazlik mana O'ragan drabilka jigalarimiz. Kimgaki qiziq bo'lsa, mana jigalarimiz yangi turi deganim, mana bu narsalari katta profilda keldi. Ya'niki katta sotalardan bemalol tashlay bilsangiz bo'ladi endi. Bemalol jorma qilib, bu yoqdan molga jim qilib chiqarib beradi. YouTube kuzatib turgan akalar, kimki videomizni kuzatib bug'doyda jorma qiladi jigalarimiz. Kampligida 3 xil setkasi bor. Kimki videomizni kuzatgan bo'lsa, biri bug'doy jorma qiladi, biri makka jorma qiladi. Oxiridagisi ko'rib turibsizlar. Jigalarimiz bu hashaklik makkayni polni jigalarimiz silis qilib chiqarib beradi. Hashaklik makkayni, sutaliq makkayni poyasi katta bo'ladi-yu. Mana bu narsalar qarochi mana toqa bo'lib turibdi mana. Mana shu sotani yilib olganingizga poyasi qoladi, katta narsa. Mol bargini edi, nimasi qolib ketadi qarochi. Ana shu narsa poyasi qolib ketmasligi uchun mana shundan drabilkadan bitta chiqarib olasizlar. Somondek qilib chiqarib beradi. Molni oldiga tog'orga solib berasizlar. Moldan nushqir chiqmaydi. Kimki videomizni ko'rsa. Xo'p, o'zimizning bir fazga ishlaydi. Motor sxemasiga kelgan bo'lsak, motor sxemasi juda yaxshi jigalarimiz, obroti kuchli, 3,5 ming obrotda tezligi jigalarimiz. Xo'p, 6,5 kilovatlik jigalarimiz. 6,5 kilovatlik. Mana jigalarimiz bizning Qizlobod TV, O'ragan Qizlobod TV drabilkamiz kelgan. Marhamat, kimki zakaz qilmoqchi bo'lsa, dastavkasi bepul jigalarimiz uyingizga yetkazib boramiz. Ishlatib berib ko'rsatib kelamiz. Bemalol murojaatga chiqaveringizlar, kimga kerak bo'lsa. Hashaklik makkayni jigalarimiz polni selis qilib, somondek qilib chiqarib beradi. Undan tashqari somon keplarida polni somondek qilib chiqarib beradi. Katta narsalarda farqi yo'q. Jontiq chiqarasizlarmi, miya chiqarasizlarmi? Polni maydalab chiqarib beradi. O'zim o'zapayim chiqarganman. YouTube kuzatib akalar, ukalar, tog'alar. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat ekranda ko'rib turgan telefon nomeriga telefon qilaveringizlar.